yog'li go'shtni yaxshi ko'rsa, yog'li go'shtdan ham foydalansa bo'ladi. Lahm go'shtlarimizni chiroyli qilib, hammasini bir xil shaklda to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz. Go'shtimizni to'g'rab bo'lganimizdan so'ng, keyingi navbat piyozga. Piyozimizni ham xuddi shu shaklda to'rtburchak mayda qilib to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng navbat qizil bulg'or qalampiriga. Bulg'or qalampirini ham maydalab to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. To'g'rab bo'lganimizdan so'ng navbat ikkinchi nachenkaga. Ikkinchi nachenkamizga yarimta piyoz kerak bo'ladi. Ko'proq ismalog'imizni to'g'rab olamiz. Ismaloqlarni yuvib, yaxshilab tozalab bo'lgandan so'ng mana shunaqa chiroyli qilib maydalab to'g'rab olamiz ismaloqlarimizni ham. Mana endi ikkita nachenkamizni ham tayyorlab bo'ldik. Bularga bir xil shaklda tuz solib, universal preparatlardan solib, ozgina miqdorda yog' quyib yuboramiz. Go'shtligimizga ozgina qalampir bilan ozgina zira sovoramiz. Keyin oshgan xamirimizni ikkiga bo'lib yoyib olamiz. Mana yoyilgan xamirga margarin surib oldim men. Ustidan to'g'ralgan piyozni solib, go'shtli nachenkamni solib oldim. Go'shtli nachenkamimizni solib bo'lganimizdan so'ng ularni o'rab olamiz va dam oldiramiz. Keyingisini ham yoyib olib, mana ustidan mana shunaqa margarinlarni surib olib, keyin nachenkasini solib oldim. Nachenkasini solib bo'lgach, buni ham shunaqa tarzda o'rab oldim. O'rab bo'lgan xamirimizni dam oldirganimizdan so'ng yoyib listga joylaymiz. Ustidan bitta tuxum sarig'ini surib, mana shunaqa chiroyli qilib surib, kunjut sepamiz va 1 soatga 160 gradusda yuborib yuboramiz duxovkaga. Mana ko'rib turganingizdek, ismaloqli nonimiz tayyor bo'ldi. Uni bo'laklarga bo'lib olamiz pichoqda. Shunaqa sochni qirsilloq mazali bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, ichlari qavat bo'ladi. Bemalol pishib chiqadi. Keyingi navbat go'shtligimizga. Mana go'shtligimiz ham ikkita tomoni bir xil pishgan, kuyib ham ketmagan, tobida pishgan, ichi ham pishgan. Hammasi bir xil shaklda pishgan bo'ladi. Mana hammaga birdek yoqadigan mazali, bolalarimiz ham ko'nglidan joy oladigan, nima ovqat qilay ekan deb o'ylanib o'tirgan kelinlarimizga ham osongina uy sharoitida ajoyib nonlarni tayyorlashni o'rgatdim. E'tiboringlar uchun rahmat.